Yangi mashina olasizmi yoki shaxsiy gumanoid robot? Xitoyliklar $16,000 turadigan va siz uchun barcha ishlarni qiladigan gumanoid robot ishlab chiqarishdi. Bugun biz dunyodagi 5 ta eng aqlli robot va Nvidia'ning super miyasi haqida gaplashamiz. Demak, birinchi Figure 02 modeli haqida gaplashamiz. OpenAI kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan bu model sizni to'liq tushunadi va barcha ishlarni amalga oshiradi. 2024-yilning boshida 675 million investitsiya jalb qilib, investorlar orasida Jeff Bezos, Nvidia, Microsoft, Amazon kompaniyalari bor. Kompaniyani hozirgi kundagi bahosi $39 milliard tashkil qiladi. Figure 02 ni robotini barcha barmoqlari datchiklar joylashgan bo'lib, uni sezgirligi juda ham yuqori va juda ham nozik bo'lgan mahsulotlarni yoki narsalarni bemalol ushlash imkoniyati bor. Eng oxirgi yangiliklarga ko'ra, fevraldan BMW zavodlarida Figure 22 modeli to'liq ishga tushadi va avtomobillarni ishlab chiqarishadi. Ikkinchi aqlli robot bu Tesla Optimus Gen 2. U Tesla avtomobillariga kabi Grok AI asosida ishlaydi. Tesla'ni hozirgi kundagi market cap'i $126 trillion tashkil qiladi. Alohida investitsiya olmaydi bu loyiha uchun. Bu to'liq Tesla kompaniyasining ichki produkti hisoblanadi. Optimus 2 bu avvalgi modellarga qaraganda 10 kilogramm yengil va 30% yaxshiroq harakatlanadi. Oxirgi yangiliklarga ko'ra, Kaliforniyadagi